Ehromliq ayollarning yuzini yopib olishining fidyasi. Savol. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ustoz, ayollar yuzini yopib haj yoki umra qilsa fidya kelamdi? Kelsa qandoq keladi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Haj va umr ibodatlarini ado qilish uchun ihrom holatiga kirgan er va ayollarga chash tirnoq ilish va badan tozaligi qilish, xushbo'y yoki atir ishlatish, jima va jinsiy aloqaga doir suyishish, quchoqlash kabi shahvat so'z harakatlarini sodir qilish, nikoh to'y qilish, jidal majro qilish, ovlash, haramning dal-daraxtlarini kesish va uzish qatorliq o'rtaq cheklamalar bor. Yuqorqi hukmlarda ayol kishi er kishiga o'xshaydi. Chunki oyat hadis ikkilisiga umumiydir. Ehromliq ayollarga xos cheklamalardan biri yuzini yo'gib olmaslik bo'lib, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma so'zlab berganki, bir odam o'rnidan turib, "Ey Rasululloh, bizni ehrom bog'laganda qandoq kiyim kiyishga buyuringlar" degan edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam, "Ko'ynak, salla, ishton, do'ppiloq jilboblarni kiymanglar. Faqat qo'njisiz kash topolmagan odam qo'nchiloq kashning qo'nchisini o'shiqidan tuvan qilib kesib yetib kiysin. Zapa va zarchiva bilan bo'yalgan kiyimlarni kiymanglar. Ehromliq ayol yuzini yopmaydi, palay kiymaydi" dedi. Demak, bu hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ehromdagi ayollarning toki ehromliq holatdan chiqib bo'lguncha yuzini yo'gib olishini, palay kiyib olishini, shunaqla xushbo'y purqi bor kiyim-kechak kiyib olishini cheklagan. Ibn Umar radhiyallohu anhuma ayol kishining ehromi yuzida, ya'ni yuzini ochiq qo'yishdan iborat. Er kishining ehromi beshida degan. Ya'ni ehromliq ayol yuzini ochiq qo'yishi, ehromliq er beshini ochiq qo'yish kerak. Ibn Umar radhiyallohu anhuma yana ehromliq turib ro'milini yuziga tashlab olgan bir ayolni ko'rib, uningga "Yuzingizni ochib eting, chunki ayol kishining ehromi yuzida bo'ladi" degan. Olimlar ehromdagi ayollarning yuzini yo'gib olishining haromligiga birdek ijmo qilgan. Ayollarning yuzi bilan qo'lining avrat yoki emasligida qarash birdek emas. Yuz bilan qo'l avrat emas degan qarashni tutsa, yuz bilan qo'lni yo'gimigandan keyin ehromga taqashmaydi. Yuz bilan qo'l avrat degan qarashni tutadigan ayollar ehromliq holatda yuzini ochib etadi. Chunki sahih hadislarda ayol kishining ehrom bog'laganda niqob, burqa, chumbal, chumparda, palay, maska degandek narsalarni taqib olishi cheklangan. Yuz bilan qo'l avrat degan qarashni tutib, burundan yuzni yo'gaydigan ayollar yot erlarga yo'liqqanda ro'milining yoki sharpisining bir burjiki qo'lyog'liq degandek narsalar bilan yuziga tegib turmagan holatda yuzini birdamlik to'sib turib, uzab ketgandan keyin echivasi bo'ladi. Ya'ni yuzi bilan qo'lini muqim yepish uchun bir narsa kiyib yoki chigib yoki yengidek bir narsa bilan taqab yurmay, biror vaqtda yuziga tegib turmagan holatda vaqtliq to'sib tursa mayli. Qo'limi yuziga o'xshash. Qo'liga palay kiymaydi. Raxt bilan o'rab teng olmaydi. Ammo qo'li ko'nakning ichida, yanchug'ida yoki sumkasining daldasida tursa bo'ladi. Lekin hozirgi haj va umra qistonchiligida tavob qilish, Arafatda turish va shaytonga tosh etish jarayonida yot erlar hamma yerda uchrab turadi. Hanafiy mazhab olimlari ehromliq ayollarning yuzini yo'gib olishi harom, palay kiyib olishi joiz degan bo'lsa-mu, bu yuqori hadisdagi bir qatorda kelgan o'xshash ikki hukm bo'lg'achqa ko'pchilikning farqlandirmagan qarshi kuchlik. Mayli keyingi yuz bilan qo'l avrat degan qarashni tutganlar bo'lsin yoki yuz bilan qo'l avrat emas degan qarashni tutganlar bo'lsin, ehromliq holatida yot er bor yoki yo'q joylarda yuzi bilan qo'lini muqim yo'gib olgan bo'lsa, fidya vojib bo'ladi. Fidyaga xolisa bir qo'y qon qiladi, xolisa 6 miskinga tomoq sadaqa qiladi, xolisa 3 kun ro'za tutadi. Imom Navaviy ayol kishining ehromi yuzida bo'lg'achqa yuzini yo'gimaydi. Yo'gib olsa fidya ado qilish kerak. Er kishi yuzini yo'gib olsa fidya kelmaydi degan. Janobi Alloh bu hukmni bayon qilib, "Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk." Sizlardan kimki kasal yoki beshida biror bearamchiligi bo'lsa, chechini tushiribsa, ro'za tutish yoki sadaqa qilish yoki qurbonlik qilish orqali fidya beribsin degan. Baqara surasi 196-oyat. Ehromliq holatda chechini tushirib etish zaruriy topilgan Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhuga Nabiy sallallohu alayhi va sallam chechani tushirib 3 kun ro'za tut yoki bir faraq ochliqni 6 miskinga sadaqa qil yoki senga qulay bo'lganini qurbonlik qil deb buyurgan. Hanafiy mazhab olimlari yuzini yarim kunga yaqin yo'gib olsa bir qo'y qon qiladi.
uningdan oz muddat yo'g'i bo'lsa sadaqa beradi deb qaraydi. Bumi kuchlik asosga tayanmagan qarash bo'lg'achqa ko'pchilikning farqlandirmagan qarshi kuchlik. Velhasıl ihromlik holatda yuzini yo'g'i olgan ayol fidya uchun yuqorqi 3 ishdan birini tanlasa bo'ladi. Roza tutmoqchi bo'lsa 3 kun rozini dunyoning qayerda bo'lsa tutib olsa bo'ladi. Qon qilishni tanlagan ahvolda kuchli qarashga asosan uni Makkada so'yish kerak emas, balki dunyoning har qanday joyida so'ysa bo'ladi. Chunki Qur'on va hadisda buni hadiya deb atamay, qurbonlik deb atagan. Qurbonlik degan qayerda so'yilsa bo'ladi. Lekin bu to'lam uchun so'yilgan mol bo'lg'achqa uning go'shidan yesa, birarsiga hadiya qilsa bo'lmaydi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 3-tom.